Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam Örkişi, Çalı Tekken Ok, Manas Deryasıdan Qaytish, Anjamboy, Sarson Ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar, Tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, İli Dolqunlari, Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжан Xalq Nəşriyyatı 2000 yılı 1 ayda nəşr qılğan roman İli Dolqunları, avtori Abdurrahman Qahar. 1 qism, 4 bob. 1. Әнвәр әпәнди Әхтәм байның өйгә меңіп кетті. U uzunsiga ketgan va oxiri binamlikka tutishadigan bu mahallani oralab salmoq qadam bilan tashlab ketib boradi. U go'yo mahallani bugunla ko'rgandek hamma yoqqa qiziqib qaraydi. Mahallaning shimoliy tarafidagi cho'ng o'stan ko'rikidan va mahallaning ichidagi kichikroq o'stanning ko'rikidan o'tdi. Mahalladagi dehqonlarning o'stan bo'ylab silingan qing'ir qiysiq uylari uningga to'limu illiq bilindi. Hammala qo'roda degudek mevalik daraxtlar bor. Hech bo'lmaganlarining 2-3 tupdan ochiq o'riki bor. Mahalla ko'chalarida yosh ko'chatlar, bir necha 10 yillik, hatto asrlik umr ko'rgan qora yog'ochlar, so'gat, ko'k terak, sida, chiqir uzum, majnun tallar nihoyatda qo'yiq. Mahallaning ichidan o'tadigan o'stanning ikki yoqasidagi dal daraxtlar texmi qo'yiq va baraqsan. Bu yeza boshqa yezalarga qaraganda dal daraxtlarning ko'pligi bilan mashhur bo'lib, yoz kunlari sirtdan qaraganda qo'yiq jangalliqdek ko'rinadi. Yezining uch tarafi binamliklar bilan o'ralgan. Bu binamliklar qarg'ayliq, yova mevalik daraxtlarga to'lgan egiz tog'larga tutishidi. Әнвәр ھارۋىسى پاتقاققا پېتىپ قالغان بىر دېھقاننىڭ يېنىغا كەلدى. ئورۇق ئات تاراسلاپ تېگىۋاتقان قامچىنىڭ زەربىسىدىن قانچە كۈچسىمۇ ھارۋىنى قوزغىتالماس ئىدى. توختاڭ، توختاڭ، ئاتنى ئۇرماڭ، دېدى ئەنۋەر ئېرىقنىڭ قىرىنى 2 پۇتى بىلەن كىرىپ دەسسەپ تۇرۇپ. ئۇنىڭغىچە يەنە 2 دېھقان كېلىپ ياردەملەشتى. ئەنۋەر بۇلدىن چىقىپ تۇرغان ئوقنى كۆتۈردى. 2 dehqon yan tarafdan harvini olg'a mo'rdidi. Ularning ha-hu deyishib, tang kuchishi bilan harva patqoqdan chiqib ketdi. Barakalloh, dedi harvakash buvay. Rahmat, apandim. Hech qisi yo'q. Apandi degan sana o'xshash bo'lsa, ko'pchilik beshig'ilib ko'tirdi seni. Biroq apandimning kiyimlari loy bo'lib ketdi-da, dedi hiliqi 2 dehqon kulimsirab. Ular kulishdi. Әнвәр әпәнди yo'liga ravon bo'ldi. U kelivitib yon ko'chadan ko'rinib turgan binamlikka ko'z tikdi. Suyining shuncha ko'p bo'lganligiga qaramay, bu yezining o'lka yerlari oz, binamlari ko'p. Shunga yomg'ir yeshinliq yillari ochliqi mo'l bo'ladi. Yomg'ir oz yoqqan yillari hosili kam bo'ladi. Bundaq yillari ara kurakni qo'ltiqlab qolgan dehqonlar turmush g'imi bilan shaharga ovqat izlab kirib ketidi. Va o'zi bilan billa yozda tog'dan yig'ib quritib olgan yova olma, o'rik qoqlarini bozorga sotqili akiradi. Ba'zi dehqonlar bo'lsa, xonlarga chiqib, zuxandan yer ostiga tushib ketadi-da, oylabmi yuqoriga chiqolmaydi. Anvar bularni anglagan. Bu odamlar to'g'risida yo'l bo'yi o'ylab ketib boradi. U dastlab nodamni o'yladi. Bechora bola kichikkina turib yetim bo'lib qoldi. Açlıq, muhtajlıq azabı tüpeylidən malaylıqqa tutuldu. Mən hər qancha qiyinchilik tartsammu, uni davrning oq qorasini farq eta oladigan, bo'yniga tushgan sirtmoqni uzishga jur'at qiladigan qilib tarbiyalashim kerak. Aksmangan izga tushirishim kerak. O'z taqdirini o'z qo'liga ola oladigan qilishim kerak. Anvar apandi shundoq o'y xiyollar bilan Ahtam bayning hovlisiga yaqinlab kelmoqda edi. Anvar mahallaning o'ttirsidagi yo'g'on, 2 qanotliq yeshil sirlangan bir qanotida yana kichik eshigi bor, do'g'ilak to'mir tutqushliq,
Hashamatlik darvoza oldiga kelib to'xtadi. Bu Aqtambayning darvozasi edi. Darvozaning ikki yiqida quchoq yetmaydigan ikki tüp sida bor edi. Aytishlariga qaraganda uni Aqtambayning qo'shqar buvisi qo'ygan ekan. Yoz kunlari sida baraqsan bo'lib ketidi va shoxlari takshi chiqib o'sib, do'p-dugulak bo'lib ko'rinadi. O'zidan olqanchilikmi oftob o'tkazmaydi. Anvar darvozaning o'ng qanotidagi kichik eshikni ochib, qo'rg'uga kirdi. Uning ko'ziga eng dastlab ostini 1 metr chomisida pishiq ko'k xish bilan qo'pirgan, kungayga qaratib silingan 5 ig'izliq uy tushdi. Uyning oldi kayni keng peshayvonliq, oldi kayniga qargan derazalari qapqoqliq. Qo'roning teskey tarafiga uzun ketgan lapaslar va qo'tonlar joylashgan. Boyning minadigan otlari, sig'ib ichadigan siyirlari, qishicha so'yib yeydigan qo'ylari, o'tin yog'ochlari, ko'mirlari, samonlari, o't cho'plari, bedilari shu yerda turdi. Uning yanida ishki lapas ostiga qargan kichik bir egizliq uy bo'lib, bu Nadamning yotadigan uyi. Qo'roning so'l tarafida yana bir necha egizliq uylar bor. Bular boshqalar turadigan uy va ambarlar. Bu 5 ig'izliq uyning kayni peshayvini boqqa qaraydi. O'ttiridagi uyning oldi kaynida ishki bo'lib, bog' ishki orqali boqqa chiqqili bo'ladi. Bog' nihoyatda cho'ng. Uningda hamma mevalar degudek bor. Har xil sortliq olmalar, nashputlar, omutlar, lak, dushash, oq o'rik, mayliq o'rik, shaptullar, yana necha barang uzummi bor. Bog'ning cho'risi 22 yog'ochliq qilib so'qilgan tom. Tomning ustiga 1 metr chomisida kumulash laydan anjan timi turg'izilgan. Anjan timiga tik va yantu qilib qo'ng'iroq tikanlar sanjib qo'yilgan. Bog'qa aloyitan bir bog'van qaraydi. Kuzlik mevalarni uyning ostidagi maxsus yasalgan ambarda saqlaydi. Bog'ning o'ttirsida turuk va garnizlari gullik naqshlik qilib yasalgan bir chiroyli shipang bor. Aqtamboy uydan chiqib Anvar bilan ko'rishdi. Omonlik so'rashdi va bu yosh o'qituvchini uyga taklif qildi. Aqtamboy Anvarni nurg'un ko'rgan, lekin ozada paranglashmagan edi. U varischon o'qiydigan sinfning tarbiyachisi ekanligini bilatdi. Anvar boyning qani uyga deyishi va qo'li bilan uy tarafni ko'rsatishi bilan 4 bosqichliq palampayni besib peshayvonga chiqdi. O'ttirdagi birinchi uyga kirdi. Bu uy quruqla edi. O'ngga burilib qo'sh ishki echiqliq turgan ikkinchi uyga kirdi. Bu uyning kayni timiga 7 gazlik anar gullik gilam esilgan. 2 tuga sanduq qo'yilgan bo'lib, ustiga tovar yotgan, cho'risiga zig'ziq tutilgan uzun yekandozlar egiz qilib tizilgan edi. Taxtayning ustiga liqqida qilib tikmat kegizlar silingan. 3 derazaga beg'irrang duxova parda uzuniga tortilgan bo'lib, takchisiga yo'g'on gullik sopol qachilar, samovar qo'yib qo'yilgan edi. Eshikning yinidagi bulungda seriq misdan yasalgan aptuva chilapcha turardi. Qo'zuqlarga bo'lsa patnus va ikki uchiga kashta tikilgan uzun lo'ngilar esib qo'yilgan edi. Anvar Aqtambayning zo'rlishi bilan yakanda to'qilgan uzun yo'lliq poyandozni besib 3-uyga kirdi. Bu uy 2-uyga qaraganda texmu hashamatlikroq jabduqlar bilan to'lgan bo'lib, qip-qizil cho'g'dak edi. Ular uyga kirgandan keyin yana bir qitim tinchlik so'rashdi. Anvar yekandoz ustiga joylashib o'ltirgandan keyin Aqtambayning beshidan oyog'igacha sap soldi. Aqtambay o'ttiri bo'yliq, chiqir ko'zlik, burnining yo'g'onligi alohida bilinib turadigan, peshonasi tarroq kelgan, yeshi 50larga berib qolgan bo'lsa-mu, choch soqollariga texi oq sanjimagan odam edi. U uchisiga tik yoqiliq pashmat, beshiga kamchat tumoq kiyib olgan bo'lib, putidagi yak pashniliq o'tiki parqirab turardi. U siriq soqolini har 3 kunda bir qitim qirqima qilib, chetiga cho'p qo'ndirmaydi. Shundoqla saharning payzini qo'ldan bermaydi. Har kuni subhi ko'tarilganda bog'qa chiqib aylanib yurishni o'ziga odat qilib olgan. Saharning sop havosi
odamning zehnini ochidi deydi u doim. Choy tortildi. Choydan keyin hash-pash degicha qizoq qirg'ovul go'shi besilgan polo tortildi. O'zim qora qo'soq bo'lsammi, ilm ahlini bak qadrlayman, dedi boy kichik bagisi bilan polo ustidagi go'shtni to'g'ravitib. Anglasam, maktab hisobiga ozroqla o'shir zakot tegibdi. Bizning mo'tavalli to'limu ko'zi kichik odam. Mansurga aytdim. Maktabga yaxshi qarmasa bo'lmaydi. Havoda uchirganmi, suvda uzdirganmi, qora ko'saga ajal o'qini bekitganmi ilm. Alloh taolo yaratishni men yaratdim. Yorilish o'zingdan degan. Bu gapning ma'nosi meningcha o'milab mang'amsan, osmonda uchamsan. Bu o'zingning ajriga bog'liq deganlik. Bundaq desa kupurliq bo'lmas deyman. Boy Anvarga yer ostidan qarab qo'ydi. Anvar ingakini so'l olqini bilan terab xiyol surib o'ltiratdi. Boy alqonlarini ichib Anvarni oshga taklif qildi va so'zini davom qildi. Shingduban janoblarning donoligi mana mushuningda. Shaharga tok zavodi qurdi, doktorxona, maktab ochdi, nasllik mol zavodlarini qurdi. Yoshlarimizni Rossiyaga ochiqib o'qitib keldi. Bularning hammasi bizning ko'zimizni ochish uchun bo'lmay nima? Lekin ba'zilar hadisla qizil pochoq, siriq pochoq deb junuydi. Anvarjon bolam, men sizga rost so'zimni aytsam, men ma'rifatni yaxshi ko'raman. O'zim qirib qoldim. Varisjonni mo'rti kelsa, nodamnimi ashu siriq pochoqlarning maktabiga avatib o'qitaman. Qachongacha haqning og'ziga qaraymiz? Dadam rahmati hajiga manganda menimo billa ilib olgan. Biroq texi kichikdim. Shundoq bo'lsa-mo, berib kelgucha nurg'un allarni ko'rdik. Ularmo musulmon ekan, lekin hammani qila oladi ekan. Turkiyada, Ironda doktorlarni, ni olimlarni, savdogarlarni ko'rdik. Musulmonchiligi o'z yo'lida, ammo ilm fanda yetishibdi. Ularning oldida biz yava aslandek shumshib qoladi ekanmiz. O't arva, paraxod, aeroplanlari bir yoqda tursin. Muno 4 chaqliq konkisining chiqadigan, tushadigan palampini bilmaydi ekanmiz. Voy, nadonligimiz. Anvar kulib ketdi. Naiti to'g'ri aytdingiz, baydada. Biz rostilla naiti nadon. Rostini aytganda, hozirgi dunyoda ilm-fan taraqqiy qilib, bizni to'limu orqada qoldirib qo'ydi. Biz ma'rifchilarning yukimiz shuning uchun ig'ir. Yoshlarni zamonga loyiq qilib tarbiyalashga qiyinchilikmi naiti zo'r. Shundoq, balam, shundoq, dedi boy Anvarga choy qo'yib o'tib. Nadon haq bor yerda sizlarga qiyinchilik cho'ng bo'lmay nim bo'ladi, balam. Siz g'ayrat qiling, men sizga yordam qilaman. Men sizni yaxshi ko'raman. Varisjonni mushunchalik qildingiz. Uni oz deb nodamnimi savodli qilib qo'ydingiz. Sizni men Shangan oldidimi maqtadim. Shangan janoblarimo xushal bo'ldi. Qani, tortinmayling. Munu uylar ozoda. Nima qilaman desangiz bo'ladi. Munu saroylar o'z uyingiz, balam. Yotoqni taqang. Mushu saroyga ko'chib keling. Gapning bular yerini aytay. Siz bala, men ota. Ko'chib kelmasangiz xafa bo'lman, ammo Anvar jim bo'lib qoldi. U Bayden foydalanib yezida jiq ishlarni qilishni, balalarning o'qish sharoitini yaxshilashni, maktabni remont qilib kech kurs ichib, yoshlarni savodli qilib munu yezini ilm-fan uruqidan yangi meva oladigan munbat tuproqqa aylantirishni o'ylaydi. Mana mushularni qilish uchun boyning uyiga ko'chib kelish, voy baydada deb og'izdan kirib, burundan chiqib yurib, munu izlayotgan emgakchi xalqlar uchun foydali jiq ishlarni qilib olishni o'yladi. Lekin bundoq qilsa, kambag'allar undan yiroqlashsichu. Ahtam boyni o'ligidek yomon ko'radigan goyit kivirlar o'zini qochirsa, Anvarni g'alchikan deb o'ylab qolsichu. Ko'chib kelmasa, boyga yaqinlashmasa, boy undan gumonlandi. Nurg'un qilg'ili bo'ladigan ishlarmo qilinmay qoladi. Qandoq qilish kerak? Rahmat, boy dada, dedi Anvar tamoqdan keyin boyning iltifotiga javob qaytarib. Sizga ko'p rahmat. Otadorchiligingizni albatta qadrlayman. Ko'chib kelishni o'ylashay. O'zimningmi g'amxo'rligingizga hozir javob bo'lishdan boshqa yo'lim yo'q. Biroq birla tanqisligim bor. O'quvchilar
Yeza yoshları oqshimi atsi mening yotiqimga kirib, uni buni o'rganyotidi. Ular har kuni oqshimi bor. Bu yerga ko'chib kelsam, ulardan qochgandek bo'lib qolarman. Ularmo ayminib bu yerga erkin kirib chiqolmay qolarmikin? Mushu tarafı meni qiynayotidi. Rost gap, dedi boy barmoqlari bilan maylashgan qisqa soqilni sipab turib. Mening saroylarimgo boy kambag'alni tanlamaydi. Biroq odat shundoqkan, kambag'allar boyning uyida qo'rinadigan. Baylar kambag'allarning uydan yerginadigan. Bu bir ko'nidan qolgan odat. Mushundoq odat o'zgarsin deb malaylarimga pat-pat mushu saroylarda choy beraman. O'zimmi ularning hujrasiga kirib, kengida o'ltirib muğdishiman. Pat-patla Gulpamxonning uyiga berib texi kavmans yeb kelaman. Ahaha. Bo'ladi. Bu bir nozik yer ekan. Sizmi o'ylaning, menmi chora qilib boqay. Yo'q, qo'zg'almang. Bizning uydagilarning sizga ozroq bir rahmat ta'zimi bor o'xshaydi. Ay, hurlam. Hurnisaxon bir kiyimlik o'rus terikisini, lo'nga sopun, chaqmoq qand va oz to'la pul silingan o'rus patnosini ko'tarib kirib, dasturxonga qo'ydi va boy o'rgatgan so'zlarni takrorladi. Loyiqingiz bo'lmasmi, amdi apandim, bolamiz Varisjonning og'ziga ilm silavatsiz. Maliyimiz Nadamnimi o'qitib savatini chiqardingiz. Texi ko'nglingizni ilib olamiz. Qancha qilsaqmi arzidu. Qani amisa. Iling, ayollarning ko'ngli. Bu mening qilganim emas. Yo'q demang, olmasangiz xafachilik bo'ladi. Anvar o'rnidan turdi. Chiroyli qatlangan sovg'ini ilojsiz qo'ltiqiga qisdi va qo'lini ko'kragiga qo'yib, "Rahmat, buncha jumisanglarmi bo'ladi", dedi xo'shlashib etib. "Bu sovg'a o'shqchi bo'lib ketdi." "Undaq demang, ukam", dedi Hurnisaxon qapqini suzib. "Bolamiz odam bo'lib qolsa, sizga ot tuga so'yib, choy qo'ysaqmi arziydi. Varisjon yaxshi bo'lib ketadi", dedi Anvar ayolni umidlantirib. "Sadin lachin tug'iladi deydigan apandim. Xudoya tova, mava ta'tirchilikni qarang, lachindan sa tug'ilib qoladigandek qiladi-ku. Undaq bo'lsa", dedi Anvar, "balini davolatsak tuzlib ketadi. Shaharda bir dangliq tibib bor. Ni savdoyilar uning qo'lida saqayib ketdi. Varisjon nima? Deginingiz bo'lar, ilohim. Atila mang'uziman. Saqaydiganlar bo'lsa, hozir bo'lsa-mu kirgiziman", dedi Hurnisaxon hayajonlanib. Anvar sirtqa mangdi. Ular er xotin uzitib chiqishdi. Davomi bor.